Sochimizni bu holatidan bu shaklga keltiramiz. Ko'ryapsizlarmi? Avval sochimizni yaxshilab parvarish qilib olamiz. Menda Decathlon professional spreyli kremi bor. Klemdan olgan soch uchun yog'imiz bor. Spreyni sochimizni uchiga sepamiz. Yog'. Sochim ko'rib turganingizdek ikki xil. Bu yergacha o'zimni soch rangim, bu yer kraska осветление. Mana sochimizni rezinkaga oldik. Yaxshilab taraladi. Orqasidan rezinkaga olinadi. Ko'rsataman. Mana. Kimdir meni ko'rib qolsa, voy sochi kirlanibdi deb o'ylamanglar. Men doim shunaqa qilib yuraman. Bundoq olib rezinkangizni yoshirib qo'ysangiz bo'ladi pastga. Mana shundoq rezinka bilan qistiriladi. Xohlasangiz sochingizni mana shunday qilishingiz mumkin. Orqasini tashlagan holda yokida xohlasangiz tepasini mana bunday qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Sochingizni har tarafidan chiqarib qo'yasiz. Menga juda ham yoqdi bu obraz. Endi bo'yanib olamiz. Hammaga xayr. Meni kuzatganlaringiz uchun rahmat.